Uchinchi hikoya. Jigar. Akasining ishlari yurishmay qoldi. Bir kunda hech qanday ogohlantirishsiz ishdan bo'shatib yuborishdi. Akasi qolib Imronga tashvish tushdi. To'g'rida, akasining uyi bo'lak, farzandi kichkina, kelinoyisi ham ishlamaydi. U ota-onasi bilan qolgan, ro'zg'ori badastir. Akasi bir oy ish topa olmadi. Yuragi siqilib uning o'zining ishxonasiga olib ketdi. Oshxonada ishlaydi, oshpaz. Bir damlaganda 6 ta qozonda osh damlaydilar. Quruvchilarga xizmat ko'rsatadigan bu tashkilot nonushta, tushlik, asrda beriladigan yengil taom va kechki ovqat tayyorlaydi. Imron hali kollejni bitirmayoq ish boshlagani sababli pishib ketgan. Boshlig'iga akasi haqida aytganida uni ham o'zidek tasavvur qildimi, osongina ko'ndi. Xushnud gazetada ozoda sharoitda ishlab o'rgangan, shu paytgacha bitta piyoz archib ko'rmagan, ukasining mehnatini ko'riboq qochib ketgisi keldi. Qop-qop sabzilarni tozalab to'g'rash, ertangi masalliqni tayyorlash bilan tun yarim bo'ldi. Xushnudning qani qo'li kelsa. Harakat qiladi, uddasidan chiqa olmaydi. Aka, siz siqilmang, to'g'ramasangiz ham mayli, siz uchun ham o'zim ishlayman. Yonimda o'tiring, shatirlatib sabzi to'g'ragancha gapirib qo'yadi Imron. Ukasi 10 ta to'g'raganda bitta sabzini amallab to'g'ragan bo'ladi. 2 soat uxladimi yo'qmi uyg'onib ketdi. Chiqsa ukasi oshpazlar bilan 500 kishi uchun nonushta tayyorlayapti. Yordamga oshiqdi. O'zidan uyaldi. Nahotki qo'lidan oddiy tuxum qovurish ham kelmasa. Tushlik tayyorlash undan ham azob ekan. Baravar o't yoqilgan 6 ta qozonga tinimsiz yugurayotgan ukasini ko'rib, yordam berishga oshiqadi. Na o'tin yoqishni biladi, na zirvak tayyorlashni. Aka, qo'yavering, o'zim eplayman. O't qalayotganda yonimda tursangiz bo'ldi. 2 kishi uchun ham o'zim ishlayman. Xushnud u qozondan bu qozonga yugurayotgan polvon kelbat ukasiga qarab o'zidan xafa bo'ldi. Mana nimaga dam olish kunlari dong qotib uxlar ekan bu. Nimaga uyimga chaqirib suhbatlashaylik desam, o'tirgan joyida uxlab qolar ekan bu. Shinam xonada o'tirib nolisam, bir marta nolimabdi-ya. Men ham yuk bo'lmay qo'limdan kelmaydi. O'rnimga o'ziga o'xshagan bir polvon oshpazni ishga olsa, ishi yengillashadi. Bugunoq ketishim kerak. U narsalarni yig'ishtirib ketishga hozirlandi. Ukasini mahkam bag'riga bosib, "Jigar, hammasi uchun rahmat. Eplolmadim. Uzr, seni ham uyatga qo'ydim" dedi. "Aka, men siz bilan hamisha faxrlanganman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siz eng yaxshi jurnalist bo'lasiz. Bunga ishonaman" dedi. Uyda hech vaqo yo'q edi. Xotini ovqat qildimikan, birdan telefoniga xabar keldi. Kimdir pul tashlabdi, kattagina miqdorda. Yuragi xapqirib ketdi. Kim tashlashi mumkin? O'pkasi to'lib turgan bo'lsa-da, o'zini bosib onasiga qo'ng'iroq qildi. "Onajonim, rahmat sizga. Tinchlikmi? Nima munosabat bilan, bolam? Shunday uka tug'ib berganingiz uchun." Keyin ukasiga xabar jo'natdi. "Boringga shukr, jigar." Ikkinchi hikoya. Mukofot. Sovchilar kelib ketdi. Yoshlar bir-birini ko'rsin deyishibdi. Uchrashuvga chiqdi. Yigit kam gapgina ekan, hech narsa va'da qilmadi. Ortiqcha mulozamat ham yo'q. Oddiyroq kafega kirdilar. Yigit ovqatga chorladi. Zuhro hech narsa yemadi. Nazarida hammasi boshqacha bo'lishi kerak edi. Qiz uyga xomush qaytdi. Yo'qdimi? Onasining savoli javobsiz qoldi. Zuhro ko'p kitob o'qigan, sal romantikroq. U kutgan shahzoda oq otda kelmasa-da, loaqal gul olib kelishi, iltifot qilishi, kuzatib qo'yish kerak edi. Hammasini otasi hal qildi. Tag zoti toza, begona emas, uzoqroq bo'lsa ham qarindosh, shunga beraman. To'ydan oldin 1-2 ko'rishdilar, shu xos. Taqdir ekan, to'y bo'lib o'tdi. Turmush o'rtog'i chiroyli gapirishni bilmasdi. Kitoblardagi, kinolardagi muhabbatdan asar ham yo'q.
Ammo Zuhroga yangi oilasi juda yoqib qoldi. Katta oilaga birinchi kelin keldi. Atrofda qayinlari, qayin singillari Parvona, qaynonasi sal pishiqroq, ortiqcha xarajatni yoqtirmaydi. Lekin har gapini bolam bilan boshlaydi. Qaynotasi 5 mahal namozni kanda qilmaydi. Bitta choy damlab bersa, erinmay duo qiladi. Erka kelin bo'ldi. Ammo Rustamdan iltifot kutib yashashdan charchadi. Yugur-yugurlar bilan bir pasda 1 yil o'tib ketibdi. Ertalab barvaqt turgan Zuhro shippagini kiymoqchi bo'ldi-yu, bir poyi ikkiga ayrilib, yaroqsiz bo'lib qolganini ko'rib, uyga qaytib kirdi. Kiyim javoni tagida turadigan oyoq kiyimlarini titkilab, uyga kiyishga yaroqlisini topa olmadi. Nima qidiryapsan? Uyga kiyishga shippagim qolmabdi. Nima kiysam ekan? Mana topdim. U chiroyli, ammo poshnasi biroz balandroq poyafzalni chiqardi. Shuni kiya qolaman. Keyin yugurib hovli supurgandan chiqib ketdi. Qulay oyoq kiyim ham yaxshi ekan. Bu oyoq kiyim uni charchatdi. Yechib tashlab qaynonasining shippagini kiyib oldi. Zuhra, menga qara bolam, oyog'ingdagi menikimi? Sarpangdagi shippaklaring qani? Sob bo'pti oyijon. Nuqul noqulaylar qolibdi. Ish qilishga xalaqit beryapti. Shunga siznikini, manikini joyiga qo'y bolam. Erta-indin uyingga borsang, qudam qulayrog'idan olib beradilar. Hozir borini kiyib tur. Meni ham boshimda mingta ish. Ana qaynisingillaringga sovchilar kelyapti. Zuhra birinchi marta qaynonasidan dili og'ridi, ammo bildirmadi. Xo'p bo'ladi oyijon. Keyingi paytlarda tez charchab qolyapti. Qaynisingillari bilan hamma yoqni saranjonlab, hovliga suv sepayotganda turmush o'rtog'i ham ishdan keldi. Darhol istiqboliga shoshdi. Uyga kir. Tinchlikmi? Biroz xavotir bilan ergashdi Zuhra. Bu senga kiyib ko'r. Eri qora yelim qopchiqda solingan bejirim shippaklarni uzatdi. Voy voy, qandoq chiroyli. Voy, loppa loyiq ekan, rahmat Rustam aka. Shippakni mahkam bag'riga bosib turmush o'rtog'iga tiklar ekan, uning kulib turgan ko'zlarida o'zi 1 yildan beri kutgani mehr va muhabbatni ko'rib turardi. Zuhra, qayerdasan? Qaynonasining ovozini eshitib 1 yillik sabrining mukofoti o'laroq eshitgani shippakni oyoqlariga chaqqon ilib shodimon hovliga otildi. Labbay oyijon. Birinchi hikoya. Sadoqat. Gunavshaning turmush o'rtog'i vafot etdi. To'satdan, kutilmaganda. Judayam yosh edi axir. Eri jahldor bo'lsa ham g'amxo'r bo'lgan ekan. Endi bilyapti Gunavsha. Ro'zg'orini butlab qo'yardi eri. O'rtog'i bor edi, mo'mingina, dam-badam kelib turardi. Ismi ham Qobil edi. Uning ayoliga havas qilardi Gunavsha. Qanday yuvosh odam, qanday yumshoq tabiatli, ayoliga sira qattiq gapirmaydi derdi. Soddadillik bilan ayolining o'ziga ham aytdi shu gaplarni. Miyig'ida kulib qo'ydi ayol. Tushunarsiz edi bu kulgu. Turmush o'rtog'i vafot etdi-yu, Gunavshaning boshiga tog'lar quladi. Shundagina u Elmurod akasining o'ta g'amxo'r bo'lganligini, u tirik chog'i ro'zg'or degan g'or haqida mutlaqo o'ylamaganligini esladi. Avvallari illat bo'lib ko'ringan turmush o'rtog'ining odatlari endi fazilat bo'lib ko'rina boshladi. O'ylay kasal bo'ldi, tushkunlikka tushib qoldi. U Toshkentda yolg'iz edi. Qishloqqa qaytishni istamasdi. Kuni bir zaylda o'tarkan, ayni qiynalgan chog'i erining do'sti eshik qoqdi. Muloyim edi u. Ro'zg'origa ul-bul tashlab ketdi. Keyin yana keldi, yana. Bir kuni u Gunavshani nikohiga olmoqchi ekanligini aytdi. Ayolning boshidan birov qaynoq suv quyib yuborgandek bo'ldi. Eshikni qattiq yopdi ayol. Erkakning yuziga yopdi eshikni. Olib kelgan narsalarini betiga uloqtirdi. Hech qachon kelmang uyimga. Shu kuni yana erini esladi. Turmush o'rtog'ini shu bilan solishtiribdi-ya.
do'stining go'ri sovmay turib, nafsining yetoviga yurgan odam bilan sadoqat yo'q ekan bu odamning. Na oilasiga, na do'stiga. Gunafsha o'shanda Qobilning ayoli nimaga kulib qo'yganini endi tushundi. U endi biladi, dunyodagi eng yomon odam sodiq bo'lmagan odam ekan.